Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Barot kechasi barchangizga muborak bo'lsin. Barot kechasida aynan o'zining o'qiladigan maxsus namoz yo'q. Misol uchun 4 rakatlik yoki bo'lmasa 2 rakatlik yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda aylanadigan 100 rakatlik namozlar haqida hech qanday sahih manba kelmagan. Xo'p, Barot kechasida qanday ibodatlar qilamiz? Islom.uz rasmiy veb sahifasining 612-maqolasida Barot kechasida qilinadigan 6 ta amal haqida quyidagilar aytib o'tilgan. Ushbu amallarni birma-bir hozir sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Barot kechasida qilinadigan ishlar. Birinchi, xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan birgalikda o'qish. Ikkinchi, bu kechada ibodat qila olmasa ham gunohlardan saqlanishga qattiq e'tibor qaratish kerak. Xususan, bu kechaning fazilatlaridan mahrum qiladigan gunohlardan saqlanish lozim. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qish kerak ekan va ikkinchisi gunohlardan saqlanish kerak ekan. Ayrim gunohlar ushbu kechaning fazilatlaridan mahrum qilib qo'yishi mumkin ekan. Uchinchi, bu kechada tavba va istig'for aytishga e'tibor qilib, har xil bid'atlardan saqlanish. Demak, iloji boricha Allohga tavba qilish kerak va istig'for aytish. Istig'for qanday aytsak bo'ladi? Astag'firulloh, astag'firulloh deb mashina o'zini ko'p marta aytsak ham shu o'zi istig'for hisoblanadi. Xo'p, keyin har xil bid'at amallardan saqlanish. Misol uchun, qanaqadir 100 rakat yoki qancha rakat namozlar haqidagi yolg'on amallardan saqlanish kerak. To'rtinchi, o'zi va barcha ummat uchun xayrli duo qilish. Demak, hamma uchun yaxshi ko'nglimizdagi duolarni qilishimiz. Beshinchi, toqat yetgunicha zikrlar, nafllar, tilovat va Qur'onlar qilish. Demak, 5-amalda zikrlar, alhamdulillah, subhanalloh, Allohu akbar, la ilaha illalloh, ham misol uchun shularni ko'p-ko'p aytib chiqsak bo'ladi. Nafl namozlardan masalan tahajjud namozi bor. Tahajjud namozini o'qisak bo'ladi. Agar tahajjud namozini o'qishni bilmasangiz, YouTube qidiruv bo'limiga tahajjud namozi deb yozsangiz, tahajjud namozini to'liq o'rgatilgan variantlari ham bor. Va Qur'oni Karim o'qish. Agarda siz Qur'oni Karimni arab tilini bilsangiz, Qur'oni Karimni arab tilida o'qisangiz bo'ladi. Agar arab tilini bilmasangiz, Qur'oni Karimni masalan o'zbek tilida yozilgan o'zbekcha variantlari ham bor, masalan tarjimasi. Shu tarjimalarni o'qib ham masalan Qur'on o'qib chiqsak bo'ladi. Hamda 6-inchisi, imkon topgan kishi esa Sha'bon oyining 15-kuni roza tutish. Ya'niki shu kechada roza tutish. Xo'p, roza vaqtlarini biz YouTube kanalimizga chiqarib qo'yganmiz. Qidiruv bo'limiga Barot kechasida roza vaqtlari deb yozsangiz, YouTube qidiruv bo'limida chiqadi. Xo'p, Islom.uzda 612-maqolada quyidagi 6 ta amal keltirilgan ekan. Manbasini keltirib ketdik. Islom.uz maqola 612. Kirib bemalol batafsil holatda yana tanishib chiqsangiz bo'ladi. Yana bir bor kirib kelayotgan Barot kechasi barchangizga muborak bo'lsin. Videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.